Oddiyrog'idan boshlaymiz. Mana birinchisi mana bu ko'rinishdagi masala berilgan. To'g'ri burchakli uchburchakning tomonlariga muntazam uchburchaklar rasmdagi kabi qurilgan. Mana ko'k to'g'ri burchakli uchburchakni ko'ryapsiz, uni tomoniga mana bitta katetiga yashil muntazam uchburchak. O'zi muntazam demanglar deydi, uchburchakni teng tomonli deb aytinglar deydi. Negadir muntazam demanglar deydi. Deyaveramiz. O'zgarib qolmaydi, xafa bo'lib qolmaydi muntazam desak. Demak, bitta katetiga yashil muntazam uchburchak, yana bitta kattaroq katetiga sariq muntazam uchburchak, gipotenuzasiga pushti rang muntazam uchburchak qurilgan ekan va ularning yig'indisi S bilan berilgan. Mana yig'indisi A, B, S'lar yig'indisi. A, B, S'lar berilmagan. Ularning uchalasining yig'indisi berilgan bo'lsa, unga tashqi chizilgan aylananing radiusini mana bu R ni S orqali ifodalashimiz kerak. Xullas, R uchun shunaqa funksiya yozishimiz kerak. R teng R S degan narsa yozishimiz kerak. Radiusni S orqali ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni yuza orqali qanday ifodalasa bo'ladi. Mana qarang, ma'lumot juda kamga o'xshaydi. Mana birinchida ro'y beradigan muammo shuki, masalani yechayotganda ma'lumotlar yetmayapti-ku deydi. Bu masalani originalini aytaman sizga. Mana shunaqa aytganda to'g'ri burchakli uchburchakning tomonlariga muntazam uchburchaklar qurilgan va o'sha uchburchaklarning yuzi S teng 3 ga teng bo'lsa, deydi, unga shu uchburchakka tashqi chizilgan aylanar radiusini toping degan. Mana bunaqa masala o'zi. Juda kami, mana bitta yuzalar yig'indisi, yuza ham emas, yuzalar yig'indisi 3 deb berilyapti-da, radiusni toping deyapti. Odatda umuman uchburchakka oid shakllarda bir-biriga bog'liq bo'lmagan 3 ta shakl bo'lsagina uchburchakni yechib bo'lardi. Bunda demak mana shu ma'lumot yetarli bo'lar ekanda, demak, qanaqa yetarli bo'ladi? Keling, mana yoqda birga yechamiz hozir buni. Ketdik. Qanaqa yechilyapti? Muntazam uchburchak. Endi men sizga sekin eslataman, muntazam uchburchakning yuzasi qanday topilardi? Yuza teng 1/2 a kvadrat va sinus 60 gradusda ildizosida 3/2. Nima bo'ladi? Bularni ko'paytirib olsak, ildizosida 3/4 a kvadrat bo'ladi. Demak, mana bu a yuzamiz. Mana bu katetimizni a deb belgilab qo'yaylik. Mana bu katetimiz a. Bu katetimiz b. Mana bu katetimiz s bo'lsin. S. Xo'p. Demak, a yuza ildizosida 3 a kvadrat taqsim 4 ga teng, b yuza ildizosida 3 b kvadrat taqsim 4 va c yuza ildizosida 3 c kvadrat taqsim 4 ga tengligini ko'rdik. Mana oddiy yuzadan kelib chiqadi bu. Xo'p, endi S yuza berilyapti. Uchalasini yig'indisi. Uchalasini qo'shib yuborsak, ildizosida 3/4 ni qavsdan chiqarib yuborsam, a kvadrat plus b kvadrat plus c kvadrat qoladi. Ana endi biz bilamizki, mana buni a kvadrat plus b kvadrat teng, ana endi sal o'ziga keldi, c kvadrat. A bo'ldi, mana Mahfuza Baymatova, Pifagor. Keyingilar ham yozyapti. To'g'ri, bu Pifagor. Pifagorga ko'ra mana bu a kvadrat b kvadratni o'rniga mana shu yerda astagina men c kvadrat deb yozaveраman. Hech kim ko'rmay qoladi. Kvadratni ahvolini qarang. Shunaqa yozyapti. Ikkita c kvadrat bo'ladimi? Ikkisi bilan pastdagi 4 qisqarib ketadi-da, ildizosida 3 c kvadrat taqsim 2 bo'lib qoladi mana. S yuza shunga teng ekan. S yuza shunga teng ekan. Bundan s ni topsak, qarang, mana 2 ko'paytirish bo'lib o'tadi. S ning yoniga ildizosida 3 bo'lish bo'lib o'tadi-da, kvadrat bo'lgancha ildizo olsam, ildizosida 2s taqsim ildizosida 3 bo'ladi. Ana endi barobar 2r deb qo'ydim. Bu nimaga? Bizda mana bunaqa ma'lumot ham bor-ku, to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuza unga tashqi chizilgan aylanar radiusidan ikkitasiga teng degan ma'lumot bor. Qanday qilib? Mana biz to'g'ri burchakli uchburchakka tashqi aylana chizadigan bo'lsak, mana bu yerdan shu yerdan avval aylana chizib olamiz, keyin harakat qilamiz. Mana unga to'g'ri burchakli uchburchak chizamiz endi. Mana. Kelgusi darslarimizda buni isbotlab ko'rsatamizki, to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi markazdan o'tadi, ya'ni diametr vazifasini o'taydi. Gipotenuza ikkita radiusga teng bo'lib qoladi. Ana, bu yog'i radius, bu yog'i radius. Shuning uchun gipotenuza ikkita radiusga teng. Endi radiusni topish uchun 2 ni bo'lish qilib tushiraveraman. Oldiga 1/2. Mana bunaqa bo'lib qoladi mana. R teng 1/2 2s taqsim ildizosida 3.